Allergiya fasl tanlaydimi? Yo'q, fasl tanlamaydi. Chunki allergiya bilan yil 12 oy kasalliklar murojaat qilishadi. Antibiotiklarni ko'p olgan insonlarimizda, tabletkalarni ko'p iste'mol qilgan insonlarimizda, immunitetlari tushgan insonlarimizda va to'g'ri ovqatlanishga rioya qilmaydigan insonlarimizda hamda ko'p shirinliklar yeb, konsentrant ovqatlarni hamda dastavkalar bilan ko'proq iste'mol qilib ovqatlanadigan insonlarimizda bu kasallik ko'p uchramoqda. O'sha gullagan joylarga borganimda aksuraman, yo'talaman deydigan insonlarimizda birinchi yordam nimadan iborat? Yonimizda dori, tabletka, nimadir olib yurishim kerakmi degan savollar tug'iladi. Yo'q. Siz maska taqa olasiz hamda tomog'ingizni tez tuzli suv bilan chayasiz. Hamda ko'proq suyuq ichasiz. Toqqa bordim ekan deb har xil ovqatlardan emas, balki yengil, achchiq bo'lmaydigan, tuzli emas, rang-barang emas, konsentratli emas, balki o'ziga xos bo'lgan tomatsiz, achchiq bo'lmagan ovqatlarni o'zingizga tanlashni o'rganing. Yurgan yo'lingizda ko'proq suv iching. O'shandagina sport bilan shug'ullaning. O'shandagina siz bu kasalliklardan to'liq qutulib ketasiz. Yana siz uchun eng yaxshi yordam bo'ladigan damlamamiz bu zulfizat silitil damlamalari. Bu quruq yo'taldan ho'l yo'talga aylantiradi va balg'amni oson tashlashiga hamda sizda o'sha yo'taldan butunlay qutulib ketishingizga yordam berar ekan.